men qo'y bilan shug'ullanib yurganda adem planda yo'q edi hali. O'zim shuncha olib keldim sizga aka. Qurbon hayitga zo'rida tanlab berasiz bitta. Bo'ldi ukam. Qani kim qaraydi bu o'tga? Men qora qo'chqor kimdan aka? Aka, bizda to'ristadan oshuv qo'y bor, katta, kichkina. Xohlaganingizni tanlayvering. Kasal emasmish qilib bularing. Sardor chorvada kasal qo'y bo'lmaydi, aka. Bo'pti, tanla qaysi biri? Mana shu o'rtadagisi. Men tekshirib olaman qo'y bo'ladimi? Ha, bemalol aka. Baraka topsin. Vaqtdan ayamasdan qarab beryapti. Hali yoqdim aka. Bu qo'ylaringiz ham zo'r, lekin ani yo'qotdi de menga. Xohlasangiz tayyor go'shtimiz bor, Qozog'istondan olib kelamiz. U muzlagan go'sht kerak emas aka menga. Qanaqa muzlagan go'sht? O'zimizdan qushxona bor Qozog'istonda, sifatli qilib olib kelamiz. Ha, yaxshi. Ko'rdim. Qozani boyiga qo'yib savdolashib ko'ring. Ey aka, to'xtang. Sarnimsirdan kam bo'lmaydi. Sarsin beraman Bobbar aka. Bobbar aka. Dushi savdolashyapti men uchun. Hozir savdo pishsin, 100 ming shunday qo'llariga qistiraman. Barakami? Bobbar aka. Aqob chiqing aka. Rahmat aka. Tanlaganimni olib berdingiz. Yo, u qo'yni o'zimga oldim. Sen boshqasini tanlasang ham olamiz. Menga mana shu yoqdi-yu. Shu yoqmidi? Ha? Til ketuvmidi ukam? Ha? Bo'pti, qara. Olgan pulim ustiga 1 million ber, shu qo'ysanga. O'zi men sizni ishonib olib keldim-ku bu yoqqa, tanlab berasiz deb. Tanla boshqasini olib beraman bo'lmasam. Noinsof ekansiz. Voy, ukam unaqa deb o'ylama. O'zim tushsam bo'lardi. Boshqa qo'y tanlab olib beraman. Ukam, pulingga rozi bo'lgan. Rozi emasligimni o'zingizdan bilasiz. O'zing kim eding, roziliging nima bo'lardi? Girik apara. Aka, pulingizni olib qo'ying. O'zing shunaqa.